Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizni Bilimni o'quv markazi tomonidan tashkil etilgan matematika kursida ko'rib turganimdan xursandman. Kamina Mamarchapov Nurbek bu kursni sizlar bilan olib boraman. Endi keyingi, ya'ni 3-darsimizga o'tamiz. Bu darsimiz yig'inni topishga doir misollar, ya'ni 5-darsda berilgan. Bizning hisobimiz bo'yicha esa 3-dars. Demak, yig'inni topishga doir misollarni bugun sizlar bilan ko'rib o'tgan bo'lamiz. Xo'p, birinchi qismimizga e'tibor beramiz. Yig'indini hisoblang deyilgan ba'zi bir yig'indini hisoblashga doir misollar bor. Ularni oson hisoblash usullarini sizlar bilan ko'rib qo'yamiz. Demak, boshladik. Demak, 1 dan 10 gacha bo'lgan yig'indini osonroq hisoblashimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Birinchi 1 ga 10 ni qo'shaman. Keyin 2 ga 9 ni qo'shaman. Va hokazo o'shanday qilib ketaveraman. 3 ga 8 ni va hokazo va hokazo. Xo'p, 1 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsak 11. Xo'p, 2 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 11 plus va hokazo plus 11 hosil bo'laveradi qisqasi. Endi hozir bu tomondan sizga bitta formulani o'rgatib qo'yay. Misol uchun a plus va hokazo plus a bo'ladigan bo'lsa, a'lardan jami n ta bo'ladigan bo'lsa, buni biz qisqa ko'rinishda n ko'paygan a deb yozib qo'yishimiz mumkin. Demak, n ko'paygan a deb yozib qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, demak, keyingisi. Endi qaraymiz. Bu joyda 11 dan nechtadir paydo bo'ldi-ku? Nechta paydo bo'ldi desak, 1 dan 10 gacha o'z jami sonlari nechta? Topdingiz. Xo'p, 10 ta bo'ladigan bo'lsa, ikkitasi 1 2 bitta bo'ladigan uchun, bo'layotgani uchun yarmicha hosil bo'ladi. Ya'ni 10 ta bo'ladigan bo'lsa, nechta 11 hosil bo'lib qolar ekan? Mana 5 ta 11 hosil bo'lar ekan. 5 ta 11 yig'indisi necha bo'ladi? 11 ko'paygan 5 bo'ladi. 11 ni 5 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Albatta 55 hosil bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisini ham ko'rib o'tamiz. Misol uchun 1 dan 50 gacha bo'lgan yig'inda. Xo'p, 1 ga nimani qo'shar ekanman? 50 dan qo'shaman. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam nechini beradi? 51 ni. Yana qo'shaman 2 ga, xo'p 49 ni. Qo'shsam shu 51 lardan nechtadir hosil bo'ladi-da? Plus 51. Nechta hosil bo'ldi deyilsa, 1 dan 50 gacha nechta son bor? To'g'ri aytasiz. 50 ta son bor. Endi ikkitasi 1 2 bitta hosil bo'lgani uchun nechta qoladi? 25 ta hosil bo'ladi. Endi 25 ta 51 ni ko'paytmasa, 25 ko'paygan 51 bo'ladi. Keyin 25 ni nechaga ko'paytirib qo'yamiz? 51 ga ko'paytirib qo'yamiz. 25 ni 50 ga ko'paytiradigan bo'lsak o'zi. Xo'p, 1225 bo'ladi menimcha. 1250 bo'ladi menimcha. 51 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1275 bo'lyapti. 1275 degan javobimiz menimcha to'g'ri javob. 25 ni yana bir o'zingiz 51 ga ko'paytirib qo'yasiz. Endi 10-savolni ham xuddi shunday ko'rib beray. 10-savolga qaraydigan bo'lsak, yana 1 bilan nechini qo'shaman? 100 ni qo'shaman. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak nechini beradi? Albatta 101 ni beradi mana. 101. Xo'p, 2 ga keyin nechini qo'shaman? Mana 99 ni qo'shaman. 2 ga 99 ni qo'shadigan bo'lsam necha? 101. Va hokazo o'shanday 101 lardan nechtadir paydo bo'ladi. Jami nechta? 1 dan 100 gacha nechta son bor? 100 ta. Endi ikkitasi biriga bitta paydo bo'lgani uchun yarmita qoladi, ya'ni 50 ta. Endi 101 ni nechaga ko'paytirar ekanman? 50 ga ko'paytiraman. 101 ni 50 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 5050 degan javobimiz bizga to'g'ri javob hisoblanadi. Xo'p, endi ikkinchi turdagi misollarimizga o'tamiz. Yig'indini hisoblang deyilibdi. Ikkinchi turdagi misollarimiz, ya'ni bugun umumiy yig'indini hisoblashni o'tamiz faqat. Ya'ni yig'indini hisoblashni o'rganamiz sizlar bilan. Xo'p, demak, boshlaymiz. Birinchi yig'indiga qaraydigan bo'lsak, 2 dan to 20 gacha bo'lgan juft sonlarni yig'indisi. Boyagi qoida. O'shandan yiroqlashmaymiz. Ya'ni birinchisiga oxirgisini qo'shamiz. Necha bo'ladi? 22 mana. Keyin 4 ga 18 ni qo'shaman. Yana necha bo'ladi? 22. Boyagidan nima farqli joyi bor juft sonlarda deyilsa, buni sonida farq bor. Nechta 22 hosil bo'ldi degan
savolimiz bor. Nechta 22 hosil bo'ldi deyilsa, o'zi 2 dan 20 gacha bo'lgan juft sonlar nechta bor deyilsa, 1 dan 20 gacha jami sonlar nechta? 10 ta. Juft sonlar nechta bor deyilsa, ya'ni 1 dan 20 gacha sonlar jami 20 ta, juft sonlari 10 ta, tog' sonlari ham 10 ta. Endi 2 dan 20 gacha jami 10 ta tog' son bor ekan, ikkitasi birga bitta bo'lgani uchun nechta qoladi? 5 ta qoladi. 5 ta 22 ning ko'paytmasi 22 ko'paygan 5, ya'ni necha bo'lar ekan? 110 bo'lib qolar ekan. Demak, javobimiz 110. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu tomondan bittani ishlab ko'rsatay. Misol uchun 2 dan 226 gacha bo'lgan holda. Boyagidek qilaman. Yana 2 ga nechini qo'shaman? Buni 226 ni qo'shaman. Qo'shsam necha bo'ladi? 228 bo'ladi. Keyin 4 ga 224 ni qo'shadigan bo'lsam ham 228 paydo bo'ladi. Va hokazo shu 228 dan ya'ni nechtadir paydo bo'ldi. Nechta paydo bo'ldi deyilsa, o'zi 1 dan 226 gacha 226 ta son bor. Endi 2 dan boshlab faqat juft sonlari bo'ladigan bo'lsa, juft sonlari o'shani yarmida. Ya'ni yarmiga bo'ladigan bo'lsak 113 ta. 113 ta son bor ekan, lekin 113 taning ham nimasi bo'lib qoldi? Yana 2 ga bo'lishimiz kerak. Endi o'rtada yana bir son qolib ketar ekan. O'sha joyga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qaraymiz. Yana bitta narsaga e'tibor beraylik. Agar buning ya'ni nechta son borligi juft soncha bo'lsa, o'rtada hech qanday son qolmaydi. Misol uchun 228 ketaverdi. Agar tog' soncha bo'ladigan bo'lsa, misol uchun sonlari nechta son borligi 113 ta bo'lib qolyapti-ku, tog' son bo'lyapti. O'shanday bo'lgan taqdirda 113 ni 2 ga bo'lamiz. 113 ni 2 ga bo'lsak nechta son hosil bo'ladi? 113 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 56 ta son hosil bo'ladi. 56 butun deb boshlanadi. Demak 56 ta 228 paydo bo'lar ekan. Keyin yana bitta qolyapti-ku, tog' bo'lib. Bitta son, o'sha son qaysi deyilsa, 2 ga 226 ni qo'shib 2 ga bo'laman. Qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsa, o'sha son demak necha bo'lib qolar ekan? 114 hosil bo'lib qolar ekan. 114 degan son o'rtada qolib ketadi. Bu yerni qo'shadigan bo'lsak, 228 ko'paygan 56 i qo'shilgan 144 bo'lar ekan. 114 bo'lar ekan. Bir 114 son hosil bo'lar ekan. Endi buni ko'paytirib qo'shib qo'ysak, xo'p, bo'ldi, maqsadimizga erishamiz. Demak, 228 ni 56 ga ko'paytiraman. Hozir cho'rnavikda ko'paytirib olaylik. 228 ni ko'paytiraman. Xo'p, 56 ga. Xo'p, unga qo'shaman nechini? 114 ni. Qo'shsak 12882 son hosil bo'ladi. Soni hosil bo'lar ekan. Bo'ldi, demak, mana shu sonimiz bizga yechim bo'ladi degan xulosani beramiz. Endi uchinchisi, bu joyda faqat tog' sonlar yig'indisini ko'rib chiqamiz endi. Hozir juft sonlar yig'indisini ko'rib chiqdik. Endi tog' sonlar yig'indisini ham ko'rib chiqamiz. Umumiy falsafasi bir xil, faqat nimadan foydalanib ketaveramiz. Boshladik, qarab turamiz. Misol uchun birinchi misoldan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, o'zi 1 dan 36 gacha jami sonlarini topib olaylik. Mana shunday qilib o'rgatmasam, menimcha bo'lmayapti. Jami 3 dan 36 gacha bo'lgan tog' sonlar jami nechta deyilsa, o'zi 1 dan 36 gacha bo'lgan o'zi tog' sonlar nechta yoki sonlar nechta borligini topishimiz uchun bunday qilamiz. 36 dan nechini ayirishimiz kerak? Misol uchun oddiygina 3 xonali sonda ko'raylik-da. Misol uchun 1 dan 3 gacha nechta son bor deyilsa, ya'ni farqi nechaga bo'lib ketyapti? Bu joyda 3 ga farq qilib ketyapti-ku. 36 ni 3 ga bo'lib qo'ysak bo'ldi-da, 12 ta son bo'ladi. Misol uchun 3 6 9 12 15 18 21 xo'p 24 27 30 33 36 bo'ladi. 12 ta. Shu bo'lib qo'ysak, o'zi shuning o'zi kifoya. O'zi bu jami nechta son bor deyilsa, nima qilar ekanmiz?
36 ni bo'lar ekanmiz nechiga? 3 ga. Nechta bo'lib qolar ekanmi? 12 ta son bor o'zi jami. Endi birinchisiga oxirgisini qo'shadigan bo'lsak nechini beradi? 39 ni beradi. Keyin xo'p oxirgisini qo'shadigan bo'lsak 39, 6 ga 33, 39 va hokazo 39 da paydo bo'lyapti bizga. 39 dan nechta paydo bo'ladi deyilsa, jami 12 ta bo'ladigan uchun yarmicha, ya'ni 6 ta 39 paydo bo'ladi. Endi 6 ni nechiga ko'paytirib qo'yaman? 39 ga ko'paytirib qo'yaman. Tamom. Hop, 5 edilla 18, 23, ya'ni 234 degan javobimiz bizga to'g'ri javob hisoblanar ekan. 5 ni ham ko'ramiz. Misol uchun 3 ga farq qilib ketyapti bu joyda ham. 216 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi. Nechta son bor deyilsa, nima qilamiz? Oldin o'shani topib olaylik. Mana 216 ni bo'lamiz 3 ga. Bo'ladigan bo'lsak, hop 72 ta son bor ekan o'zi jami. Endi birinchisiga oxirgisini qo'shaman, boyagidek narsa, mana. Birinchisiga oxirgisini qo'shaman. 219 paydo bo'ladi. Keyingisi ham 219 va hokazo plus 219 ta paydo bo'ladi. Endi jami 72 ta son bo'lsa, yarmicha hosil bo'lib qoladi. Nechta? 36 ta. 36 ta 219 ni ko'paytmas desa, yig'indisi desa, 36 ko'paygan 219 deb qo'yamiz. Ya'ni 36 ni 219 ga ko'paytirsak, tamom bizga javobimiz kelib chiqar ekan. Demak, 36 ni 219 ga ko'paytiramiz. Xo'p, 7884 hosil bo'lar ekan. 7884 soni bizga hosil bo'ladi deb javob yozib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, demak, bu 3 ko'rinishdagi masalalar ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi masalalarga o'tamiz. Demak, 4-turdagi misolimiz, bu ham yig'indini hisoblang deyilgan. Demak, bu yig'indini qanday qilib hisoblaymiz deyilsa, qarasak endi bu joyda faqat tog' sonlar. 1, 3, 5, 7, 21 hokazo 23. Birdan 23 gacha o'zi nechta son bor? Ya'ni 24 gacha deydigan bo'lsak, ya'ni birdan 23 gacha tog' sonlar nechta deydigan bo'lsak, oldin juft sonni olamiz. 23 bo'ladigan bo'lsa, undan katta 24 mi? 24 gacha bo'lgan sonlar jami 24 ta, tog' 12 ta, jufti ham 12 ta bo'ladi. Demak, bu sonlar ham yoki bunday ham qilsak bo'ladi. 1 ga 23 ni qo'shib 2 ga bo'lib qo'ysak ham nechta son borligi kelib chiqadi. Nechta bo'lar ekan? 12 ta. Hozir yodimizda saqlab turaylik. Endi birinchisiga oxirgisini qo'shamiz. Boyagi usulimiz. Birinchisiga oxirgisini qo'shsak necha bo'ladi? 24 hosil bo'ladi. 3 ga ham 21 ni qo'shamiz. 24 va hokazo plus 24 hosil bo'ladi. Boya aytdik, jami 12 ta edi. Endi ikkitasi birikib bitta bo'lgani uchun jami yarmita hosil bo'ladi, ya'ni 12 ta. 12 ta 24 ning ko'paytmasi 12 ko'paygan 24 ga teng bo'ladi. 12 ni 24 ga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, 240, 48 ni qo'shsak 288 hosil bo'lar ekan. Demak, mana yig'indimiz 288 ga teng degan xulosani berib qo'yamiz. Xo'p, misol uchun 10-misolga qaraymiz. 10-misolga qaraydigan bo'lsak, tog' sonlari yig'indisi, ya'ni nechta tog' son bor, o'shani topib qo'yaylik. Birinchi nima qilamiz? Mana topish uchun 1127 ga birinchisi 1 ni qo'shib 2 ga bo'lib qo'ysak bo'ldi, o'sha kifoya qiladi. Hop, qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, hop 5 tadan, 6 tadan, 4 tadan bo'lar ekan. 564 ta son hosil bo'ldi. Endi birinchisiga oxirgisini qo'shib chiqaveraman. Ya'ni boyagi narsa. Birga oxirgisini qo'shsak 128 dan nechtadir paydo bo'ladi. Nechta paydo bo'ladi deyilsa, jami 564 ta son hosil bo'lsa, ikkitasi birikib bitta bo'lganidan bu joyda nechta hosil bo'lib qoladi? Albatta 282 ta hosil bo'ladi. Endi 1128 ni nechiga ko'paytirib qo'yaman? 282 ga. Ko'paytirib qo'ysam, o'shani o'zi bizga javob bo'lib qoladi. Demak, 1128 ni 128 ni ko'paytiramiz 282 ga. Ko'paytiradigan bo'lsak, hop 318096 soni hosil bo'lar ekan. Demak, yig'indimiz 318096 ga teng bo'lishini ko'rib o'tdik. Hop, keyingisiga qaraymiz. Yig'indini hisoblang. 5-turdagi misollarimiz.
Endi bu joyda tog' sonlari ham kelgan, faqat ya'ni aralash misollar. Tog' sonlari ham, juft sonlari ham kelavergan. Hop, birinchi misolga qaraymiz. 1 dan to 21 gacha bo'lgan tog' sonlar yig'indisi. 1 dan 21 gacha tog' sonlar yig'indisini nechta tog' son bor desa, 1 ga 21 ni qo'shib 2 ga bo'laman. Ya'ni 11 ta tog' son bor ekan. Endi qaranglar, nechta son borligi tog'da bo'ldi, o'rtada bittasi qolib ketadi. Ya'ni 1 ga 21 ni qo'shsam 22. Mana 22 dan nechtadir yig'indi bo'ladi? Mana 22 dan. Ya'ni hozir 11 ta bo'lib qolyapti-ku tog' sonlar soni. Endi 11 ta bo'ladigan bo'lsa, 1 da ayiramiz undan 10 bo'ladimi? 10 ni 2 ga bo'lasizlar, 5 ta bo'ladi. 5 ta 22 hosil bo'ladi. Plus endi o'rtada bittasi qolib ketadi. Tog' son bo'lgani uchun necha qoladi desa, 1 ga 21 ni qo'shib 2 ga bo'laman. Ya'ni necha qolib ketar ekan? 11 degan sonni o'zi qolib ketar ekan. Qolib ketsa nima bo'ladi? 22 ko'paygan 5 plus 11 bo'lar ekan. 22 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak necha? Ha, albatta 110. Unga 11 ni qo'shadigan bo'lsa, necha bo'lib qolar ekan? 121 bo'lar ekan yig'indi. Tamom, 121 degan yig'indini to'g'ri javob sifatida olib ketamiz. Keyingisi 10-misolni qaraymiz. 252 dan 346 gacha bo'lgan. Xo'p, sonlarning ichida izma-iz emas, juft sonlari ekan. Undan oldin 352 dan 940 gacha bo'lgan sonlar nechta o'zi jami? O'shani bilib olaylik. Qanday qilib topardik? 940 dan nechini ayirardik? 352 ni ayirardik va unga 1 ni qo'shardik, eslasak. Keyin o'shani 2 ga bo'lib qo'yamiz. Bizga demak, nechta son borligi o'rinli bo'lib qolar ekan. Yoki shuni ayirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak ham menimcha xo'p, nechta son borligi kelib qoladi. 1 ni qo'shadigan bo'lsak, ana qilsak ham bo'lar ekan. Yoki bu usuldan foydalanaylik. Sizlarga tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Ya'ni 252 gacha bo'lgan juft sonlar jami nechta? O'shani topib olamiz. Keyin 940 gacha bo'lgan o'zi jami xo'p, juft sonlar nechta deyilsa, mana 940 gacha bo'lgan jami juft sonlarni topishimiz uchun 940 ni 2 ga bo'lib qo'yamiz, bo'ldi. Ya'ni nechta bo'ladi? 470 dan. Mana 470 ta xo'p, son bor. Endi 200 bundan oldin necha keladi? Mana bundan oldin 350 keladi. 350 gacha bo'lgan juft sonlarni bundan ayirib tashlasak, 352 dan 940 gacha bo'lib qoladi-da. Demak, 350 ni ham nechaga bo'lar ekanman? Mana 2 ga bo'laman. Bo'ladigan bo'lsa nimani beradi? Hop, 175 ni beradi. 175 ta demak juft son bor ekan 352 gacha. Endi bu ikkalasini ayirib yuboradigan bo'lsam, 352 dan 940 gacha nechta juft son borligi kelib chiqadi. Ayiradigan bo'lsam, hop. 100 qolar ekan, 295 qolar ekan. 295 ta juft son borligi kelib chiqdi. 295 ta juft son borligi kelib chiqsa, bu ikkalasini nima qilaman? Qo'shib chiqaman. Chiqadigan bo'lsam, 940 ga 352 ni qo'shadigan bo'lsam, demak 1292 dan nechtadir paydo bo'lar ekan. Endi qaraydigan bo'lsak, 92 hop, 295 ham tog' son. Demak, o'rtada bitta soni qolib ketar ekan. 294 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, 294 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, 146 ta 1292 plus keyin o'rtada 352 ga 940 ni qo'shib 2 ga bo'lganim qolib ketadi. Ya'ni buni 2 ga bo'ladigan bo'lsam necha qoladi? Hop, 646 soni qolib ketar ekan. Endi nima qilaman? 146 ni 1292 ga ko'paytirib 646 ni qo'shsak, ushbu yig'indini bizga berib qolar ekan. Buni o'zingiz hisob-kitob qilib qo'yasiz. Keyingisi 6-chi hop, nimamizga o'tadigan bo'lsak, nazariyamiz, ya'ni qarab turamiz. 6-chi nazariyamizda nima deyilgan? Tushirib qoldirilgan raqamlarni to'ldiring deyilgan. Endi qaraymiz, qo'shish amali. 2 ga 1 ni to'ldirib beraman. 4 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak necha bo'ladi? 6. 5 ga nechini qo'shadigan bo'lsak 9 beradi. Albatta 4 ni. 6 ga 4 ni qo'shsak necha bo'ladi? 10. Bo'ldi. Mana shunday qilib bajarishimiz kerak.
tushirib qolgan raqamlarni toping va to'ldiring. Ya, bu boshqacha ketma-ketlik ekan-ku. Qo'shish amali bajarilgan. Bu yoqda lekin 8 ga 7 ni qo'shyapti-da 15 hosil qilyapti. Raqamlar ekan, faqat bunday qilish kerak ekan. 8 ga 7 ni qo'shib 5 hosil qilgan-ku, faqat oxir raqamni yozishimiz kerak ekan. Demak, bu joyga nima 1 ni yozmasak bo'ladi, 0 ni o'zini yozib qo'yaversak bo'lar ekan. Endi bu yoqqa qaraymiz, qo'shish amali. Bu joyga 6 ni o'zini yozaveramiz, bu joyga 4 ni yozamiz. Nechiga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 7 ni beradi deyilsa, 4 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 7 ni beradi. Mana shuni qilib to'ldirishimiz kerak. 6-sini to'ldirib beraman. Nechiga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 5 ni beradi desa 4 ga. Bu 2 bo'ladi. Xo'p, 2 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak necha? 9 ni beradi mana. To'ldirdik. Mana shuni qilib to'ldirib qo'yishimizga to'g'ri kelar ekan. Demak, bugungi mavzumiz qisqacha shundan iborat. Sizlar bilan Mamirjayev Nurbek bo'ldi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Bilim olishdan charchamang, bilimdondan yiroqlashmang.